Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda kanalimiz a'zolari. Mana Agromash Elite firmamizda sotilgan Zernovay selkani hozir ekish jarayonidan qisqacha video obzor qilib beramiz. Ushbu selkamiz 24 qatorligi. Buni 26, 28 qatorliklari ham mavjud. Orqa tomonda arg'ocharlari bor. Arg'ocharlarni qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Selkani oldi tomonida ham silindrlar bor. O silindrlar diskani ko'tarib tushirishga xizmat qiladi. Orqa tomonida disklarni tushiring aka. Diskda. Disklar ham xohlagan razmerlarga kirib chiqadi. Bu ikkalasi udobrenaniki, udobrenani rostlash uchun shkala. Bularda ham xuddi shunaqa, bu ochib yopadigani. Traktorimiz ham Agromash Elite'dan xarid qilingan mana. Aha. Bu traktorimiz endi hozir boshqa traktorlarimiz paxta terishda, paxta yig'imida, pritsep sudrash uchun olib ketganligi uchun kattaroq traktorda ko'rsatamiz. Hatto 28-80 traktorlariga ham tortib ulab haydasanglar bo'ladi. Haydab ko'ring aka endi bitta ko'rsatib berasiz. Bu sudratmali. Xohlasangiz navesnoy, xohlasangiz sudratmali qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ariq ochib ketyapti. Ariqning ichidan bemalol suv yurishga qulay qilib ketgan holatda. Bemalol suv yuradi. Uni o'zingizlar xohlagan razmerga qo'ysanglar bo'ladi. To'g'ri yuradi.